Charchamasmi? Haligi anaqada zo'r anaqa qilganda mana kecha sovuqxona o'zida bularga o'tiribdi. Anaqa payt. Endi xona sovugan odamlar turib sovumas ekanda, Akalarimizda o'tiribmiz. Esdalik videoga olyapmiz. Esdalik qolish kunlardami? Savol ishlaring ko'paysin. Sizga tashlab qo'ying. Shu qo'ldan kelgancha. Yaxshi insonlarni esladik mana bu. Mana qilib 10:30da borib 5 gacha o'tirdik. Yaxshi insonlar davrasida ko'p. Mana bilinmasa kerak sog'lik. Hayotda ham qisqa, kalta deydi. Ilohim bir-biriga bo'lgan mehrimiz juda ham katta bo'laversin. Avvallari odamlarni fe'llari keng bo'lgan, bolalar ham ko'p bo'lgan, fe'llar ham keng bo'lgan. Hozir endi sharoitlarimiz zo'r, hamma yo'q yaxshilik odamlar ko'ngli torayib boryapti edi. Bu yerda o'tirgan insonlar hammasi fe'li keng insonlar, xudo xohlasa shunaqangi daryo insonlar ko'paysin, hayot davom etsin. Ulardan bittasi mana Jamshidbek, Zafar ukamiz, Abbosxon. Sog' bo'linglar. Xudo xohlasa yaxshi niyatlarni biz rejalashtiryapmiz. Mana shu rejalarimiz amalga oshsin. Yaratgandan so'raymiz. Alloh panohida bo'laylik hammamiz. Sog' bo'linglar azizlarim.